Voy qizlarjonlar, bilasizlarmi sizlarga nima qildirib keldim? Mana buni qaranglar. Men Xitoyda ko'pchilik ayollarimiz qiynalishadi. Kostyumlarni, abayalarni, pidjaklarni ichidan hb mayka bo'lsa-da, oldida nimasidir bo'lsa-da, quruq hb nima bu oddiy maykalarni kiysa g'alati ko'rinadi abayalarning ichida. O'shaning uchun imенно shunaqa narsalar uchun o'zimizga o'xshagan ayollarga mana shunaqa hb pastlari hb mana yumshoqqina rosa приятный materialdan tepasiga mana shunaqa yaltiroq qo'ydirib tiktirib keldim. Bu yaltiroqning ranglari mana buni qaranglar, sarig'i bor, gold rangi, fioletovisi bor, qorasi bor, kumush rangi bor. Kiyimlarga, abayalarga, pidjaklarga moslab olaverasizlar. Oldi ozgina ochiq turadigan mana bunaqa kostyumlar bilan rosa chiroyli turadi qizlar. Razmeri ham вообще zo'r, ozg'inligi ham tashab turadi, chotki. Do'mbolaga ham umuman qorinlarni bildirmaydi. Men bu tripirovkani atilabdan qorinni bildirmasligi uchun qildirdim. Ko'ryapsizlar? Tekis bo'lib, chiroyli bo'lib turadi. Uzunligi ham uzungina, yopadi. Bir xil joylarimiz ham juda ham yaxshi kачествоda. Ichlarini qaranglar, обработкаларni. O'zim shaxsan tekshirib tiktirdim обработкаларni ham. Hamma yog'i yaxshi. Razmeri bo'lsa 46-razmer kiyadigan qizlarimizga ham keladi. Yana mana buni qaranglar, hattoki 60-razmer kiyadigan ayollarimizga ham keladi. Eng asosiysi mashi ham bor-ku, burmalari qornimizni bekitadi. Do'konda kutib qolamiz.